Salom do'stlar, ushbu videomizda Kahoot orqali personal pronouns mavzusi haqida test chap beramiz. Birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Albatta tezlik ham juda muhim. My mother, she. Juda ham oson bo'lib ketyapti. Yaxshi. Hop, my brother he bo'ladi. Ming ishladik. Yaxshi, ikkinchi o'ringa ko'tarilib oldik. Xo'sh, me and my friend we bo'ladi. Me bordi, chunki shuning uchun biz bo'ladi bu yerda. Birinchi o'rindamiz. Hop, e'tiborli bo'lamiz. Cats they bo'ladi. Mushuchalarni qaranglar. They bo'ladi albatta. Yaxshi, birinchi o'ringa hali tushganimiz yo'q. Hop, a dog it bo'ladi. It. Dog it bo'ladi. It dog bo'ladi. Yaxshi, keyingisi two pens they bo'ladi. Yaxshi. Hop. Keyingisi the bag it bo'ladi. Tezroq ishlamasak, raqiblarimiz bizdan o'tib ketib qolyapti. Hop, keyingisi Mary she bo'ladi, ayol kishining ismi. Mary. Yaxshi. Ben he bo'ladi. Mana bu tomonga o'tkazsak, necha ball oldindaligimiz ko'rinadi. Ancha oldinga o'tib ketamiz. 8800. Hop, the box it bo'ladi. Yaxshi ketyapmiz. 9800, keyingi o'rinda esa 6900. Hop, keyingisi dogs and cats they bo'ladi. Yaxshi, ming ishlolmayapmiz-ku, lekin birinchi o'rinda ketyapmiz. 10,000 qildik. My little sister she bo'ladi. Yaxshi, 972 ishladik. Hop, your grandmother she bo'ladi. 986, ming ishlolmayapmiz. Ozgina tezlik pastlik qilyapti. Xo'p, adashmasak bo'ldi. My baby brother he bo'ladi. Sal qoldi, he deb so'rardim. He bo'ladi. Yaxshi, keyingisi your parents they bo'ladi. Meni topishga vaqt ketyapti. Yaxshi, 4 oldinga o'tib ketdik. Your books they bo'ladi. 979. Yaxshi. Hop, my hair it bo'ladi. Yaxshi. 4 oldindamiz. Boys and girls they bo'ladi. Albatta bo'ldi bu yog'i. Va biz birinchi o'rindamiz. Yaxshi. Rasm chop qo'yishimiz kerak. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiborlilar uchun rahmat. Ko'proq videomizni tomosha qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha